Quloqdagi pardani teshigini holatini ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik o'ylaydi, buni davosi yo'q, shunaqa beraveraman deb. Lekin hozir eng zamonaviy usullardan endoskopik usulda buni to'g'rilaymiz. Hech qanaqa kesma, tashqi tarafdan o'zgarishlar bo'lmaydi. Hammasi quloqni ichidan bajariladi. Mana operatsiyamiz davom etyapti. Ko'rishingiz mumkin. Hozir biz bu yerda parda olmoqchimiz. Pardani o'zidan olamiz. Hozir mana shu yerdan parda olib, yasangiz to'g'ri. Mana operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir biz bu yerga protez qo'yib ketdik. Port protezini sababi suyakchalar hammasi chirib ketgan ekan. Shunchalik ko'p oqib yuravergandan. Mana bu yerda pardani tushiramiz. Ko'rishimiz mumkin, ortda teshik bor edi. Polni yopildi. Hozir biz endi buni gubkalar bilan to'ldirib qo'yamiz. Agar sizlarda shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.